من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى كسوف نماز مناسبة برنج مسألة. ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. demek bula yani cumhur deydi. 2 rekat o'qiladi debdi. Lekin har bir rakatda 2 ruku qilish var. Ve zahaba Abu Hanifa wal Kufiyuna ila anna salat al-kusuf rak'atan ala hay'ati salat al-Eid wal Cum'a. Odatda o'qilmish 2 rakatni debdi. Bu ixtilof doirasini nima? Mustahlik ya afzallik. 2 rekat o'qisa bo'ldi deydimizsa. Tamam, 2 rekatlikda ittifoq. Ondan her bir rekatda 2 ruku qilamdik, 1 ruku qilamdik deganda eng afzali 2 ruku deb avli 2 ruku deganni tanladi. Biz normaldagi odatdagi 2 rekat juma yoki namaz o'xshash deb tanladik. Yani 1 ruku bilan demak, hozir mahallul xilaf afdaliyada ham afdaliya 1 ruku qilishmi 2 ruku qilishmi 1 rekatda degan. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس لبعضها. demek bu athar degandan hadislarda to'qma kitobning istilohi bo'yicha musha masala to'g'riliq kelgan hadislarning bo'lib qolganligi va ba'zi qiyosning zid kelganligi. Qiyos degan ba'zi odatdagi nafl namozlarga qiyos qilsak, normalda 1 rakatda 1 ruku bo'lish kerakdi. Demak 2 ruku deganda qiyosga qilib keldi. وذلك أنه ثبت من حديث عائشة ثبت مشهد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام. أذون أقدر مثلا سورة بقرة نقان داك من أذون أقدر. ثم ركع فأطال الركوع عند الركوع ورب يعني أذون أقدر. ثم قام فأطال القيام. أطال القيام يعني أذون قيام تدرب يعني أقدر ينجم. Jimtirib uzun turmaydi. Shu qiraat qilib o'qidi. Lekin birinchi rakatga qaraganda qisqaroq o'qidi deydi. Thumma raka'a fa atala ruku'. Yani ruku' qiladi, uzun ruku' qilib, va duna ruku' al-awwal. Va birinchi ruku' qaraganda qisqaroq qildi. Thumma rafa'a fa sajad, thumma rafa'a fa sajad. Yani ikki sajda qildi demakchi. Yani sajdaga berib, uni ikki sajda qildi demakchi. ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك. ikinci rekatta shunga o'xshash qildi. ثم انصرف. Ondan namozni tugatib ketdi. وقد تجلت الشمس. انصرف nishada namozni tugatdi, oyoqlashdi dedi. وقد تجلت الشمس. Bu chaqda kunning tutilishi oyoqlashib echilgan dedi. Shu echilishga ondan to'xtadi namoz. Echilgan qadar o'qiyverdi. Şuna adır bazı bir mazhabdagilar qanday tushunadi desam 2 ruku qilgan hadisni. Rasululloh 1 ruku qilib bo'lib, ondan bunda qilib osmon qaratib kun yani tutuqliq holatda bo'lgan bo'lsa, yana o'qidi. Yani uzun o'qib ondan ruku manda qildi deb tushundi. Demak, shu kun tutuqliq holatda oyoqlashgan qadar o'qiydigan bo'lg'achqa, ruku berib bo'libmi, g'ach besni ko'tarib yana bir qaratib yana o'qidi. Ikkinchi rakatni shunday qildi dedi. Uzun qisqaligini shu kunning tutilish tutmas qarab tanishib namozni oyoqlashtirish uchun demak. Manda tushundi ekan. Bu Hanafi mazhabning tushunishi, avvalning daliliga qarata. Uning 2 rukuning bo'lganligini inkor qilmaydi. 2 ruku ba'zan 2 ruku ba'zi rasmus sayyidis, tamam, sayyid muttafaqun alayh. Qanday ta'til qilsa buni nima deysiz desa, yo'q bu shu 1 rukuda ruku qilib bunda qarab bunda nima qilgan. Ondan yani bazıları yaptı. Ya Resulullah 1 ruku qilganligi uzun ruku qilib turgan. So'za oxiridagi sahablar uzun ruku qilib turib, ama bu Resulullah 5ni ko'tarib sajdaga ketib qoldi. Bu ya biz olmay qoldik bunda 5ni ko'tarib qarab boqib yana ruku qilganda, endi u oxir turganlar buni ko'rib nariroq tutganlar. Bu 2 ruku qildi deb o'ylab qolgan. Xudo Hazrat Aisha jamoaning arasida olmaydi, Resulullah oxirlar bo'lmaydi. O'jirisi bo'ldi. O'zirti olgandikan u jamoatning shu oyog'ini ko'rdim. Manda deb tayyor qildi. Vaqat tajallat shams. Ya'ni bu 2 ruku qilgan, 1 ruku bilan odatga namoz o'qigan 2 hadis kelgan. Aslida bizning tarjih qilgan yo'l bo'yicha desak, manda o'qsam bo'ldi. Normal odatga namoz o'qsam bo'ldi. 2 esa afzallikda o'xshash deb qo'ysak bo'ldi. Lekin ma'lum da afzallikda talashyapti. Zada eng yaxshisini qilamiz desa qani qilamiz degan. Bugün bilet namazında
Yo'q bunda. Endi bu hadisda 3 ruku, 5 ruku qilgan degan rivoyat kelgan. Lekin ozroq. Walima thabata aydan min hadhihi as-sifa fi hadis ibn Abbas ani min ruku'ayn fi rak'a. Yani ibn Abbasning hadisida kelgan bu. İbn Abbas'ın ismi bayatın degan gap keladi buni. Nima uchun Ibn Abbas radhiyallohu anhu shu chaqda bin sigar sahabiyda. Sabning oxir turibdi. Ayolning oldida, Allahning oxirida rapsin ama to'g'aniki hamda oraliqda besini ko'tarib qolganini ko'rib, ikki qatim ruku qildi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Ehtimollik bor buning. Qala Abu Umar hadan al-hadithan min asah ma ruya fi hada al-bab. Mush ikki hadis mushaq kelganning eng sahihlari asah marwiyatga iborani diqqat qilsangiz. Bu deganimda mush sahihda boshqa sahih yo'q degan gap emas. Sanad jihatdan bunda tekshirib, surishtirib qilgan taqdirda sahih deb chiqadığına mushu. Lekin buning boshqa sahihlar bor degan gap mana. Asahning muqobil nima? Sahih. Sahihning muqobilchi, masalan hadisda sahihning muqobili g'ayri sahih. Daif manbasimda g'ayri sabit dedi. Lekin fiqhda sahihning muqobili fasid. Mesela kavlun sahih lil İmam Şafii dese ya kavl sahih lil İmam Ebu Hanife bunun mukabilde kavl fasid yani. Demek sahih'in netisi var. Adetki normal alette okugan diyen bu sahih kelgen. Lekin masal istisak masal sahirek çıkıdı diyen gibi. Şuna bu muşula mesela başlısı yok diyen gibi emas mı? فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل إسناد جاتن مشان ترجيح قيام صحيح عندك أجان أنا شكر درجلك صحتك إياه دب من ذكر الله مشان ترجيح الله مشان علما أوزل مشوا دبلام تربته قال صلاة الكسوف ركعتان في ركعة يعني بالركعة أشكرك وكل شوارع وورد أيضا من حديث أبي بكر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير رضي الله عنهم أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد من عادة تكتب وقومك هاي مشابهات مثلا حديث أبي بكر أنه رسول الله أنه صلى رسول الله شنو أقوان حديث أبي بكر إمام بخاري رواية إمام بخاري سخط براق واسم رواية قيغان سمرة بن جندبنا أبو داود رواية قيغان مثلا أبو داود عبد الله بن عمرنا أبو داود والنسائي رواية قيغان بولا بأشكال حسن درجلك سيد البخاري كي صحيح درجلك لكن متفقون عليه ما سنب ترجي قلدها لكن ما هو مستحيل والنعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد قال أبو عمر بن عبد البر وهي كلها آثار مشهورة صحاح أما السيد الإسلام شو ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين شكرا الله من أوقان عادة كده بنا الإمام نسائي ولا أحمد رواية كده سيدس ويسأل الله حتى تجلت الشمس شكرا أوقاب تاكي كنن تتقق أيغلشقان قدر الله تعالى دعاء قيغان فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس demek yani Hanefi mezhepçiler madisine tercih kıldı. Ne için? Ma köp. Anı iki sahabe rivayet kıldı desek, ma'nı 5-6 rivayet kıldı. Onun üstüne anında o septin arasında resmi çoğun erler bilen turduğanlar emas ola. Birisi ayağı vücudu turduğan, birisi sebiyle katarda erlerin ahirisi bir turduğan. Bunda sahabe rivayet kıldık için ma'nı köp. Erler çoğunlar rivayet kıldık için de bu bir. İkinci tarafı adetki normal biz namaz okusak, salat-ül Eid, cuma okusak, iki rekat normal okuduk o, bir ruku bilen. Bana okşaş, bana kıyas kıysak, şudur. Kaidegi şudur ma bu. İki taraftan bana tercih kıldı. Yani taka Kubaysa al-Hilali degen sahabıdım mı, Abu Davud'da rivayet etti. Şu normal okudu edip. Demek bu ravidi cıkman. Kesret ruva bilen tercih kıldı bana. Ani muvafakataha li sair salavat. Yani kıyas. Kâle salatul kusuf rek'atan. Demek bula, yani Hanefi mezhepçiler iki rekat, her bir rekatı bir ruku buludu dedi. Kâle'l qâdi kharraca Müslüman hadîthe Samura. Mana İbn Rüşd Kâde'l qâdi yani İbn Rüşd Samura diyen sahabe, Samura ibn Cündub diyen sahabe rivayet kılgadisine İmam Müslim rivayet kılgan. Kâle Ebu Ömer ve bil cümle. Qâdi'den İbn Rüşd maksat. El qâdi diyen. Yani üznü demek için oldu. Bunda ibaret
Sizin kendisi kitapını şagirdleri yazmak Bir adette özümde. İmla qilgan bo'lsa, imla yazgan şagirdleri deb qo'ydi. Adet bunday iborat surish bor. Lekin normalda bu kitobning 5i deb qo'ydi. Qadi etsam ma'lumot qilma, sabat etsam fi ahad as-sahihayn degan deymi athar desam hadisni demakchi mashhurdan muttafaqun alayhi demakchi deb bunda islohni bayon qilib qo'yish kerak muqaddimasida. Arliqda bayon qilgan bo'lishi mumkin bu. Qistirib qo'yib. قال القاضي خرج مسلم حديث سمرة قال أبو عمر وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه كار بالجروب özünün ustazlarından kelgen rivayetligi şunu tayan dedi. ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير. Bazı alimler ihtiyarlık yani evzellik mi muş ihtiyarlıkta. Man talsam bu mu evzel, man talsam bu mu evzel deb munda koyup koydu dedi. Ulanın içinde İmam Tabari, İbn Cerir At-Tabari sahibi tefsir, Cami' el-Beyan. قال القاضي وهو الأولى. Meydanında İbn Rüşd tercih kıldı. Aşağı muvaffak. فإن الجمع أولى من الترجيح. Ama iki seyyadis tutsa, bizne ret kıldı, bizne okuldamsa. İki kılı okutken desek bulmamda mesela. Buldu. Bazında okutken, bazında okutken. Salatlık okutken her jilip çıkartımdan tekrarlanışı mümkün. Onda ahvalı buluşu mümkün. Resulullah bazı daşında, bazı bunda. Ya ki onda hata için ahvalı buluşu mümkün. İki ruku kıldı da öyle kıldı. قال أبو عمر وقد روي في صلاة الكسوف 10 ركعات في ركعتين. İki rekatның içinde her bir rekatның içinde 5 katım ruku kılış. Yani iki rekatның içinde 5'ten 10 katım ruku kılış deb rivayet keldi deydi. Bu Ebu Davud rivayet qilgan ekan. وثمان ركعات في ركعتين وست ركعات. Her bir rekatta 4 rekatdan 2 rekat 8 rekat, anda 3 rekatdan 6 rekat, yana ve 4 rekatin fi rekatain, andan 2 rekatta 4 rekat ma bayatdan muttafaqun alayhi degan nimada. Lekin 8 rekatin fi rekatain ve 6 rekat degani Sahih Muslim kelgan. Lakin min turuqin daifa. Lekin meyadan da lakin min turuqin daifa degani nima degan gap bu? 10 rekat ne demakchi? Yoki mush 1 rekat 2 ruku bor degan hadis keldi-ku. Shuningdan ortiq bo'lgan hamsa min turuq daifa demakchi. Lekin ma birisida Sahih Muslimda bor, shunami? 6 ruku 4 secde var, 8 rekat 4 secde var Muslim var. Sahih Muslimda. Aynen birini 10 rekat var degan Abu Davud. Abu Davudning daif desakmi 10 rekat degani nima Ibn Abdulbarning lakin min turuqin daifa degani 10 rekat bilan qartilmay qilib hozir hammasiga qartilib ketgani toza to'g'ri emas. Hozir sajdadan o'qiyapman-da o'zi. 4 secde var. 4 secde 2 rekatda normal. Her bir rekat 2 secdedan 4 secde oldu 2 rekatda. Onun sataqo. Ha secdadagi ixtilof emasmi? Rukudagi. Nolga ma Ibn Abdulbarning lakin min turuq daifa degani ash 10 ruku deganga qartilsa kerak. Qolgani 6 rekat, 8 rekat, 4 rekat degani sahih hadislarda kelgan. قال أبو بكر بن المنذر وقال إسحاق بن راهوي يعني أبو بكر بن المنذر كتابه ده ها خايس كتابه ده مثل الإجماع يا الأوسط يا اختلاف العلماء يا الإشراف على منازل الأشراف يوسف بن المنذر وقال إسحاق راهوي كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف إسحاق بن راهوي أمدا بندا جمع قبطه bu haqda kelgan hammani muvofiqlashtirib bo'ldi bir-birini zikkanmaydi bu. Nima uchun? Lanna al-i'tibara fi zalika li-tajallil kusuf. Chunki bu yerda eng oxirgi to'xtash nuqtasi nima? Kusufning oyoqlashishiga munosib. Faziyada fi ruku' inma taqa'u bihasab ikhtilaf at-tajalli fi al-kusufat allati salla fiha. Demak, shu kun tutishning oyoqlashishiga qarab shunda bo'lgan Rasulullohning o'qigan ahvollarda. Masalan, ruku' qilib yana 5 minutda ko'tarib qarab baqsa, yana daha kun tutuqlik bo'lsa, yana o'qigan. Yana ruku' qilib, yana qilsa, yana o'qigan, yana o'qigan. Demak, uzun davomlashgan sira rukuni jiq qilgan bunda deydi. Bu hamda İshaq Rahoyninki bir jami qilishi. Va ruya an al-Ala ibn Ziyad annahu kana yara Ala ibn Ziyad mustabi'larning birisi. Annahu kana yara anna al-musalliya yanzuru ila ash-shamsi idha rafa ra'sahu min ar-ruku'. Demak, İshaq Rahoyning qarashig'ida yordam beradigan bir rivoyat hozir. Bu munda deb qarab ekan. Ya'ni ruku'dan beshinga degancha dasma bir qarab o'tadi. Agar kun tutuqlarni bo'lsa o'qiydi. Ya'ni ruku' qilib mana bunda qarab o'tadi, endi davomlashsa davomlashaveradi. Bunda deb ekan.
فإن كانت قد تجلت سجدة وأضاف إليها ركعة ثانية. Buna qarab lan birinci rekatda agar kun tutuqliq tugan bo'lsa, g'achchida sajda qilib lan namozni ham bir rakat qilib lan o'qib oyoqlashtirdi dedi. Agar kun davomlashagan bo'lsa, shu rakat yana bir ruku qilib, rakatul vahida rakatdan tani, yani ikki rakat qilib, bir rakat qilib 5 ni ko'tarib, qaragan bo'lsa yana o'qib, ikkinchi qadam yana ruku qildi demak. Yana ondan kuniga qaraydi. Fa in kan tajallat sajada va adaf ilayha taniyatan. Bunda davomlashaverdi. Va in kan lam tanjali rak'at thalithatan fi rakatil ula. 3, 4, 5 qadar inda qilishni demakchi ekanda. Va kada hatta tanjali. وكان إسحاق بن راهوي يقول لا يتعدى بذلك 4 ركعات في كل ركعة. إسحاق بن راهوي مشندا جمع قilgan bo'lsin bu oxir qadar munda 10-20 rukuni munda qilaverdi deb qaramabdi. 4 ruku qadar qiladi undan keyin bo'ldi deb to'xtab. Nima uchun? Shu hadis shunda kelganlikda. Yani sayyid deb qaralgan hadislar shunchalik keldi. Unda oshmadi deydi. Lam yathbut an an-nabiy sallallohu alayhi vasallam akthara min zalik. وقال أبو بكر بن المنذر وكان بعض أصحابنا يقول الاختيار في صلاة الكسوف ثابت. أصحابنا ديgan bizning bazı ustazlarımız demek. Yani Şafii mezhebdeki şeyhlerin demek. الاختيار في صلاة الكسوف ثابت والخيار في ذلك للمصلي. Yani bizning bazı Şafii mezhebdeki imamlarımız bu da ixtiyorlik var kusuf namazda. Xalasımında okuydu, xalasında okuydu. Deydi. Xuddi belki Tabarini demekçimi olmuş onda. Çünkü Tabarimo Şafimizde tevarik edem adet. Tevarik hesaplandı. Bazı Şiilik tarafın boşu mümkün. Lekin Şafii mezhebinin fuqahalarından hesaplandı adet. İbn Cerir. Özü müstakil müctehid bulup ketkenler bular. Lekin Şafii mezhebi bizlerden daptır oldu. Muş İbn Nuzur mu şu? İbn Hibban mu şu mesela? Bazı ashabına degende muşu maksat kılış mümkün. Ashabına degende muşu bir mezhebine vekillik kılıp davet etmiş yaptınız. Bak özden aşu nimeler. Belki ya muzenni deyişi mümkün. Şafii mezhebinin aşu çoğunlarıdır. Fi kulli rakatin ruku'ayn ve inşa'a 3 ve inşa'a 4. Ve lem yasih indahu gayra zalik tamam. 4 kadar kıldı dedi. İhtiyarlık var dedi ama ve lem yasih indahu gayra zalik. Yani o 4'ten artık seydap ispatlanmadı onun nazarında. Qala ve hada yedullu ala enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem qala yani kim? İbn-i Munzir. Tamam. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوفات كثيرة. İbn Nuzir mi yardımdaydı? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin muş kusufunu ne çıkartıp okuyanlığını bildirdi. قال القاضي هذا الذي ذكره والذي خرجه مسلما. Bu adır bayan kıyığına Müslim rivayet kıyığını şu deydi. ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنها وردت من طرق ضعيفة. Yine şöyle 4 degine var. 4 ve 3 degine. Şuruku kıldı, tötürkü kıldı, bir rekatta degine Müslim rivayet kılgan. Ve Abu Ömer nima uchun buni turuq daifa deb qo'ygan bo'ldi? Buni bilmay qoldi. Ve amma 10 rak'atin fi rak'atin fa inma akhrajahu Abu Davud faqat. Abu Davud ve Hakim ve Ahmed rivayet qilgan. Bu aciz, fa daif demakchi. Ama 8 rakat fi rak'atin degan bu ajizmi ya? Müslim nima? Demek mavaciz hem de ana bir kata desem hemmini aciz divatte bunun nümüşünde de koygandı. Bu Sahih Müslim'de kelgen tursa demekçi. Bunu ihtiyarlık var desek en yaxşısı kılırsa kıyılan yapış. Çünkü Sahih hadis kelgen ekan. Bu ixtilaf vardır. Bak yengil olup ketdi. Hem de ikinci mesele vaqtalafu fil qiraat fiha. Qanda sürülni, qanda uzun qısqılıqda okuydu degan meselede yoki sirriye, cehriye degan meselede. فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سر بلا işi de okuydu depturot. Anladın mı? Ya da bunda bir ayrış gerek. Hazır biz kusuful kamar ve şems tutuk. Şikiliste şuna namaz okuşunun gepini kıldık. Eğer kusuful kamarda okukası mahalle ittifak cehriye okudun. Çünkü o kesin buldu var. Bunun cehriye oldu. Bunun da ittifak. Zaten ya mahalle hilaf nima desek kusuf şems degan. Kusuf şems namaz o'qisak, jahriy o'qimdik, sirriy mo deganda Malik va Shafi'i sirriy o'qiymiz. Wa qala Abu Yusuf va Muhammad ibn al-Hasan va Ishaq ibn Rahaway yajharu bil qira'ati fiha. Kulluku o'qiydi dedi. Wa sabab ikhtilaf al-athar fi dhalika bi mafhumiha wa bi siyaghiha. وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه صلى الله عليه وسلم فقام قياما نحوا من سورة البقرة. Yani bunu aldığın hukum okşaşamaz. Mesela İbn Abbas'ın gene bu sabit muttefakın aleyhi bu hadis.
Resulullah kâme kıyamen nahvan min suratul Bakara dedi. Nahvan degine Sur Bakaraga yakın şunçalik okudu demek. Nima uchun shu nahvan deydi o İbn Abbas? Aşkara okumagan degan deydi. Aşkara okumagan lekin İbn Abbas nima uchun anlagan bo'lishi mumkin? Aşkara o'qigan bo'lsa-mu? Satning og'i tug'ildi. O'sha mikrobi yo'q. Kishi sab bo'lgandan og'i turug'liq ayollarning oldida, erlarning og'ida. Shunga andin anglamay qolgan bo'lishi mumkin. Şu farz qilib qo'yibdi, manchilik o'qiganda deb. Lekin bu yerda demakchi o'g'ini mana shu ishida o'qig'achqa shuni anglayolmay, mushuncha o'qiganda da farz qildim demakchi deydi. Wa qad ruya al-ma'na nassan anhu annahu qala kuntu ila janbi Rasulillah sallallohu alayhi wasallam fama sami'tu minhu harfa. Bu Rasulullohni biqin turdim dedi. Endi men turib bir kalimami deydi, harf degani o'sha kalimami anglamadim demakchi. Lekin bu hadis bu Sahih Muslimga kelgan shunda darajalik hadis o'sitdi, u chaqda nas bo'libdi. Lekin hadis şu daif. Dalala nasıya olgan bilan sanaduhu, sihhatuhu yani o çağda gayri tert. Daif mi? Davranken bu yana fitrep duramıda. Bu muttafaqın değil. Lekin onun dalaleti nima? O gayri vadiha. Alqa bir mesele dedik-ku. As-sahih minhu gayri vadih dalala ve ma kana vadih dalala fa gayri sahih deganlar. Hamda madis aciz. Lekin sevog'im bo'lsa, masalan, ayirib qoldi. Shunami? Wa qad ruya aydan min tariq ibn Ishaq an Aisha radhiyallohu anha fi salat al-kusuf annaha qalat taharraytu qira'atahu fahazartu annahu qara'a surat al-Baqara. Lekin bu aciz. Nima uchun? Lianna fi sanadihi ibn Ishaq wa huwa mutakallamun fihi. İbn İshaq'ın bazı buldu, bazı bulmaydı deb bunda gap var. İbn İshaq'ni aralashib qolgan ekan sanatga. Unga yo'q deb qabul qilmaymiz buni deb turaverdi. Shu mag'azin İmam Malikning zamonidagi. Buni ham axbariy deyiladi. Xabar to'plab bunda izi bak tasabbut qilib ketmay undan o'qildi deb. Amaliyotdan bu imom mu'tarafun bihi yani. Sira mushu hadis mushu vaqalikni nima qilishda u e'tirof qilingan imom. Birsida e'tirof qilinsa boshqa demakki vaqtida ana o'sha hadis olimlar ham sal bu odam bizning ash o'lcham bo'yicha bunda raqib ketmaydi deb shuna. Lekin muxtalifun fi hammasi qolmaymiz demaydi. Olimiz aytganlar bor. Ibn Lahiyan qal haysami fi ibn Lahiyan va fi kalam. Belki İbn Hayya rivayet qilmoqchi İbn Ishaqdan uni yani boshqa raviylar ishida İbn Ishaqdan boshqa İbn Hayya ham bo'lishi mumkin. Bu chaqda ikki illat olib qolgan bo'ldi. Ikki tarafda ajizlik nuqtasi. Fa hazartu degani mana Aisha radhiyallohu anha qanday qildi? O'jris turib ixtido qilgan. Asma kelgan chaqda voy nima bo'ldi kishilar desa osmonda sharq qilib turdi-ku. Kun tutildi deb bu oyimiz ayat. Hadi besinlar. Şu çağda o'jris turib iqtido qilgan. Undan keyin Hazrat Aisha Rasulullohning vasitasidan aniq anglayolmay, shu Baqara surasini o'qiganda, masalan, 1,5 soat bunda turgan bo'lsa, munchilik deb mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Lekin ma'lum hozir dalil qilishda vajib dalal nima? Ulluq o'qimag'achqa, anglamag'achqa, shu bunda faraz qilib baqqan deydi. Amaliyotda nerva qilliqdan anglamagan buni. Yaqin turgan bo'lsa anglaydi. فمن رجح هذه الحديث قال القراءة فيها سر. هذه ما قلت حديث لا ترجح الله شدوا قيدود ده. ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي. أنه مش آثار الله حديث لك هاجن آيات مختار للواقع ملتزلنجان. Bunun asasen de İmam Malik ve Şafii'ler birinci rekatta Sure Bakara'nı okuş, ikinci rekatta Ali İmran'ı okuydu. Üçüncü rekatta yani üçüncü rekat dediğimiz hazır. İkinci rekatının aldığında birinci ruku kısmı değil. بقدر 150 آية من البقرة وفي الرابعة بقدر 50 آية من البقرة وفي كل واحدة أم القرآن توت الاستفاتان وقيدود مج يعني بركة تادر إشكفاتها وقشود وهو مخالف للقياس ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة النهار عجماء شدو قيدود إنجازر مشو إبارة نديلة دل خطرون Bu lekin hadis emas deb topadi insanlar. Hadisun la yathbut, yoki batil. Demak, la yathbutu marfu'an. Rasululloh degan so'z emas ekan bu.
Salatun nahar acma yani acma degine bu onda avazsiz demekçi. İşte okudun. El acma ucubar da bağlı işte. El acma degen behime degen buldu. Yani zuvansız. Hayvanınki inayete tülemsiz degen cubar. Yani hadir. İşek şişli otobüsünü. Ya tepi tuttu. İşekinin yüz tülem daha tülemaydı. Ya bazı tepsiler var mesela işekini eydep mangan boz aldıda eydigen bozumunda aldıda sörep mangan bozu hayvan aklı osumunda da tepsiler var. Lakin normalde da hadisninki onun lafzından muşu maksat kılındı. El bi'ru cubar ve el acma cubar yani. Acem degen bu işte oldu. Acem degen gaçı diyen oluşu. Tilsiz. Çünkü bu Araplar şu acemne bula şu gap kılamaylıgan bunda tilsiz zuvansızlar da bunda demekçesidir. Ve varadat hâhuna aydan ahadithu muhalifetun lihâzihi. Bu yadımam da bu sirri okudu da hukum çıkılgan hadislerimiz zıt halatda cahri okuallıkka şarıklı hadisim keldi dedi. فمنها أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم. Bu İbn Abi Şeybe Mursal'ın rivayet kılıyoruz ki. Yani necmide okudu diyen gebe yani ülük okudu şu necmide okuallığını okuduğuk diyen gebe ma o. Ama ve mefhumu hada ennehu cehar ve kan Ahmed ve İshaq yahtajjan li hada al-mazhab بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس. İmam Ahmed ve İshak şikse muş hadisini rivayet etken. Yani cahra bil qira'a fi kusuf şems degan muş hadisini hüccet qilib keltiribdi. Jahri o'qiydi deganga. Bu hadis şu, bu Tirmizi rivayet qilib Say degan İmam Buxoriyning muallaq rivayet qiladi. Say Buxoriyda. Mesela o mu jahrilikni bildirdi o mafhumu. Demek bu Say hadis mi? Buxoriyning muallaqlarımın da eğer musnad tekrarlamagan bolsa hasan dereceli. Bazı hadisler nerede çıktı o? Vaslıqıga yaldır var mı? Lakin Sahih Buxoriyda vaslıq qilmay, yani o'zi ta'liqat qilgan hadislarning ko'p qismini boshqa mavsul holatda musnad holatda rivoyat qilgan. Uning hukmi musnad, muallaqdan chiqadi. Hamda musnad holatda faqat rivoyat qilgan, muallaq holatda rivoyat qilgan bo'lsa, buning hukmi nima esa hasan. Bisifa amma. Balki bir tili hasan va ojiz bo'lishi mumkin. Lekin umumiylik mandadan bir tayaqda aytib qalsak, bu hasan darajasi. Demek ma'vo jahri o'qilliqqa bir xil nasm. Qala Abu Umar Sufyan ibn Hasan laysa bil qawi. Ana Abu Umar man azraqda musha. Aisha radhiyallohu anha musha rivoyat qilganda, uluk o'qigan deb aniqladi. Ammo o'zi nahvan min baqaras uluk o'qigan lekin men anlayolmadim ijroq o'g'illikdan. Bunchalik o'qigan bo'g'itda deb faraz qildim deb. Buni zid fikrimda. Demek ma'adisda sal aciz deb ishorat qiladi Abu Umar ibn Abdulbar. Lekin İmam Tirmizi sahih qilgan ekan, bu holatda İmam Tirmizining tasihini olsa mayli bo'laverdi. Masal ajraqdi deb biqdi. Va qala va qad tabahu. Ajraqdi deb bulab va qad tabahu ala zalika an az-Zuhri an Abdurrahman ibn Sulayman ibn Kathir degan. Va qad tabahu ala zalika an az-Zuhri an Abdurrahman ibn Sulayman ibn Kathir deb buni. An kaltumay. An degan ortiqqa ash xatolik qildi. Demek Zuhri'den hamdan Süleyman ibn Hasan'dan rivayet qilgan bo'lsa, bu ma ajitida turvasak u bo'ldi. Ama Zuhri'den Süleyman ibn Hasan'dan başqa, yani Abdurrahman ibn Süleyman ibn Kathir'ni rivayet qilgan. Undan ekan ma rivayetni olsak, yani u ajitlik degan gap chiqmaydi o. Va kulluhum laysa fi hadisi Zuhri. Bu nima degan gap? Sufyan ibn Hasan aciz dedi. Ama aciz debdi, ama bu Sufyan ibn Hasan'dan rivayet qilma Abdurrahman ibn Süleyman ibn Kathir'ni rivayet qilgan go. Bu aciz emas qolmasa deb ma'noni jallanduda. Va kulluhum laysa fi hadisi Zuhri degine, balki bu raviylarning hammasi aynan ashunda Zuhrining hadisini aynan rivoyat qilmagan degan bo'lishi mumkin. Mushal aniqmasga mushal. Demak, endi shu jallandi ekan ma'riz. Aciz deb qaragan taqdirda tariqni ajizsa yana bosh tarafdan kuchli hisoblanadi ekan. Ma'na hadis ibn Ishaq al-Mutaqaddim an Aisha yu'ariduhu. Yani bir acizlikni o'qisa, bunda hadis buni zid keldi demakchi. Yani bu muarizga hadis qilsa, fa hazartu qira'atahu degani men ullik anglamadim, bunda taxmin qilib mo'lchallab baxtim, faraz qildim demakchi. Yani ullik anglamagan demakchi hadisda deydi. Lekin biz uni ijroq vujristda to'g'ashqa anglamagan deb tushundik. Wahtajja ulaydan limadhabihim bil qiyas ash-shabahi. Mushu Sufyan ibn Hasanning Urvadan rivoyati mushu Sayyid deb qarasak,
Sayyi Hasan İmam Tirmizning tashihi bo'yicha bu nas bo'lib ketdi. Majalliqroq jahriy o'qiydi degan. Bular yana qiyos bilan dalil keltiribdi. Qanday qiyos? Qiyos shabahi. Qiyos bizning usul fiqhida o'qilgan qiyos qosida qiyos illa. Qiyos uch qism bo'ldi bo'lsa qiyos illa, qiyos dalala, qiyos shabah. Qiyos illa deganimiz shu. Masalan, ma'adatga qiyruvayn masalan. Bu araq o'xshashlik nima uchun iskar va fuqdanul aql ma'tarafdan dedik. Illatni tushundik. Qiyos dalala deganimiz bu illatni o'zini qilmay ya dalil ya vasf ya hukmni akab turib bunda qilmasdan addiya tajib bi qatl al-wahid fatajib bi qatl al-jamaa lianna kilahuma qatl degandek bunda. Yoki masalan ma haraq ma turli haraq deydi ya viski deydi ya bir narsa. Bu shu aram qilgan araqqa o'xshash qiyos. Nima uchun desa, umadan hayajonlantirib bunda xushki qilib jinoyat qilib nima qilib o'tdi. Yoki bu haliqa bir xonda ichish nimasi bor deb. Chunki ichish nimasi bu nimatta aslida asli illat emas u. Asli illat iskarti. Lekin bu xuddi malzuma, iskarga chetishlik narsa deb bo'lsa bu qiyos dalala bo'ldi. Buni qiyos shabah degan agar bir narsa ikki narsaga o'xshab qilish ehtimolli qilib o'ttirdi qolsa degan bu. Mana o'xshamdiq. Masalan, al-abd bu mal mulkmi yoki insonmi bu? Yo hayvonmi? Bir tarafdan qarasak, bu malga o'xshaydi. Setib olsa, bizga berib etsa, xohlagancha ishlatsa masalan. Yani bir tarafdan insonga o'xshaydi. Masalan, xotni talaq qila oladi, ba'zi bir ishni qila oladi. Unda oniki ba'zi ibodatda insonda. Undanki bu insonmi yoki bu mal mulkmi deb bunda o'ttirdi qolsa bu qiyos shabah. Ana o'xshamdiq, mana o'xshamdiq degan. Lekin hammasi ana o'xshatishning bir turi. Faqalu salatu sunnatin tuf'alu fi jama'atin naharan. Bu mana kunduzda jamoatda o'qilgan sunnat namoz. Unda ekan, buni ullik o'qish kerak. Buning asli maqis alayhi qasitda ayt namozi, istisqa, juma degan farzi. Salat sunnatin deb buni, va istisqa dedi. Da'ni ullik o'qish kerak deb. Lekin avla buni qiyos qilib nima qiyos qilibdi? Birinci grupdagilar farz namozga qiyos qilgan. Masalan, qaysi farz namozga pishim, asr, salatun nahar, ajma farz namozga qilgan. Biz hozir buni sunnat namozga bakiramiz. Ya'ni shu kunduzda o'qilgan farz namozga bakirib o'xshamdiq buni. Ma kunduzda o'qilgan sunnat namozga o'xshamdiq desam, o'ttirdi qoldimi? Biz mayani tortdik buni. Bu qiyos shabah. Mayani bakirib o'xshaydi demoqchi. Albatta bu farz namozga o'xshatganda bu sunnat namozga yaqinroq turadi bu. Demak, jahriy o'qish jalliqroq. ومخير في ذلك وخير في ذلك كله الطبري. إمام طبري ما أنا اختيارا أقول لك أقوم ساعة نقوم ساعة هم سأزال وهي طريقة الجمع وجمع بقته. وقد قلنا إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين. مؤلفنا ترجيح ما اختيار لا والطريقة عن كيش بس ما يلادبته. اسم مقام كم صلاة النهار عبادة. وبخلهم في التراب ترام مدوات. Hadisim bulanmaz zaten. Ama ikincisi canlıqraq bu. Şu Buxariyda, Tirmizi'de kelgan hadis, Jahra fi salatul kusufdagi hadis şu hesab qilsak şu canlıq albatta. Qiyosga yaqin şu. Al-mas'alatu thalitha wa ikhtalafu fil waqt alladhi tusalla fihi. Buni qanday vaqtlarda o'qiymiz, qanday vaqtlarda o'qimaymiz deganda ixtilof chiqib qoldi. Faqala Shafi'i tusalla fi jami'il awqatil manhi an as-salati fiha wa ghayril manhi. Her qanday vaqt o'qilaverdi. Cheklangan vaqt bo'lsin, cheklanmagan vaqt bo'lsin. Faqala Abu Hanifa la tusalla fil awqat al manhiya an salat fiha. Namoz o'qish cheklangan vaqtlar o'qimaydi. Namoz o'qish cheklangan qaysi vaqtda? 3 vaqtda. Kun chiqib ko'tarilganga qadar, kun tiklashganda, kun petayotguncha. Nima? Salat awqatin, salat sa'atin nahana Rasululloh an nusalli fiha wa an naqbura fiha mawtana. İmam Ahmad mo, İmam Abu Hanifa billah. وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال ابن وهب دين شاگirde manda da bir rivayet bizden ustazımızın karışma bitti. La yusalla li kusuf şems illa fil vaqtilladi tecuz fihi nafile. Yani bu azar ne göre takıldı İmam Ebu Hanife'den billah dinge. Namaz okuş caiz olduğu vaqtlarda oquludu digine Ebu Hanife'den billah oqşaş qarashda dinge. Mazmun oqşaş. وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال. ابن قاسم'ın rivayeti de yani mesela Sahnun rivayet kılgan bo'lishi mumkin Mudavvana degan kitobda. Buning sunnat o'g'ini qanday ashu kun qayrilganga, tiklashgan qadar shu chaq qadar o'qiymiz. Tiklashgandan keyin bo'ldi o'qimaymiz. Bu xuddi nimaga o'xshatdi desa,
Eid namazı o'xshatgan. Onun için kun tutulgan vaqtning o'zida o'qamiz, qaysi vaqtda? Yo'q, mana demoqchi hozir agar shu namoz o'qish cheklangan chog'da kun tutilgan bo'lsa o'qimay turamiz. Cheklanmagan vaqt bo'lsa, undan shu chog'da o'qiymiz dedi. Abu Hanifa, Malik, Ahmaddan qarshi. Imom Shafiyning qarshi kun tutilgan vaqt bo'lsa, qachon bo'lsa, kun tutilgan vaqt bo'lsa o'qiyveramiz dedi. Ibn Qasimning gapi shundan. Ya İbn Qasim biz asrdan keyin o'qimaymiz, peshindan keyin asrgacha o'qimaymiz deb kelib, anda kun chiqayotgan chog'da o'qimaymiz deb, kun qadrlum ko'tarib bo'lgan chog'da 3 soat 12 gacha kun tiklashgan qilib shu chog'da bo'lsa o'qiymiz, boshqada o'qimaymiz. Undan keyin hadi İmam Malik'te şıklı rivayet geldi. İkinci rivayette xuddi anda salatul Eid qiyas qilganda ko'ring. Yani mushu arliq namoz o'qish cheklangan arliq emasdi. Mushu vaqt o'qiymiz. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي عنها. Bu asli mesela nagir taqildi dostlar. Aliqa tahiyatul masjid o'qish, uni o'qish, buni o'qish da mushu cheklangan vaqtlarda bunda bir namoz o'qishga duch kelib qolsa o'qisak bo'lamdi bo'lmaydi degan shu masalaga o'rtaq. Mesela asrdan keyin masjid kirib qoldi, kun chiqayotgan, kun patayotgan masjid kirib qoldi, tahiyatul masjid o'qimdi. Ixtilof bo'lgan. İmam Şafii ayında bir sebeplik namaz o'qib qolsa bo'ldi, mutlaq nafilni o'qimaydi degan. Mutlaq nafilni o'qimaydi degani ittifoq. Lekin sababi namozmi Hanafi mazhabda uni o'qimaydi dedi. Faman ra'a anna tilka al-awqat taqtasu bi jami' ajnas salat lam yujiz fiha salat kusufin va la ghayraha. Demak, cheklangan vaqtlarda hech qanday namoz o'qilinmaydi desa, hammani cheklayapti. Endi bu cheklayotgan holatda, masalan, kun chiqib o'tibdi, kun petib o'tibdi, kun tiklashgan vaqtlar, bularni biz o'qimaymiz dedik, shunami? Aslan namoz o'qimasang nima qilasiz bu chaqda? Namoz o'qiymiz degan namoz o'qidi. Shafiy namozida o'qiyotdi hozir. Biz Hanafi namozida o'qimaymiz deb nima qilamiz? Ya uyimizda o'tirdik yoki masjidda o'tirdik, nima qilamiz? Duo, istig'for, hamd, tasbih, shuni o'qib o'tiramiz. Chunki hadisning oyog'idan unga inna ash-shamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankhasifani li mawti ahadin wa la li hayatihi. فإذا رأيتم ذلك فصلوا ركعتين حتى تنزل الشمس حتى يكشف ما بكم وتصدقوا وصلوا يعني بعد الرواية وصلوا فادعوا الله وكبروا وتصدقوا كذلك. وأيضا بعد ذلك يا أمة محمد لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Dağınıken namaz okumagan, namaz okuş şeklini kaldı bu vaxta biz dua, istiğfar, hamdü sana, tekbir ayetip oturmaz deyimiz. وَمَنْ رَأَى أَنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيث تَخْتَصُّ بِالنَّوَافِلِ وَكَانَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ فِي الْكُسُوفِ سُنَّةً أَجَازَ ذَلِكَ. Demek aşağıda şu vaxtda namaz okuş şeklendirdiği hadis mutlaq nafliga xosda deb qarasa, ma'vo manda bir sababi bo'lib qolgan, sababi duch kelib qolgan namoz bo'lgan ekan, bu uning sirtida. Buni o'qsam bo'ldi deb qarasa, anda bu salat kusumu sünnet deb qarasa, bu chaqda cheklangan vaqtimo namoz o'qiyverdi deb qaradi. Ve men ra'a aydan annaha min an-nafl lam yujizha fi awqat an-nahy. Mutlaq naflikda mushuna namoz deb qarasa, bu chaqda İmam Şafii olsa-mu bu vaqti nahy bo'lmaydi deb qaradi. Ve amma rivayet Ibn al-Qasim an Malik falaysa laha wajhun illa tashbihaha bi salat al-Eid. Demek bu Eid namozi o'qishib qolsa boshqa hech qanday bunda deyishning o'rni yo'q demak. Ma rivayetini tanqid qiladilar. المسألة الرابعة اختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة. يعني بقى رسول الله خصوصا ديجان نماز خطبة إن الشمس والقمر آيات من آيات الله ده بندا خصوصا ديجان. مشانdan da muşu xutba şart mı, muş namazdan şart emasan da bir udulkep qilib Rasulullah söylegan mi yoki biz davomli zada kusuf o'qisak aqddan xutba so'zishimiz kerakmi? Fada va Shafi'i ila anna zalika min shartiha. İmam Shafi'i şart etti. وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد مبان إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف والسبب في اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف. رسول الله نمشون خطبة سözleyen ve namazdan şart olganlıktan xutba söyleyen mi yoki xalqlarning o'ttirib gap taqalganlıktan söyleyen mi? Aydınlaştırıp qo'ydi. Alama fi hadis Aisha radhiyallohu anha ve zalika rawat أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان. سنقول لا يخسفان مو يخسفان ده بنا كم يعني لا يخسفان لا ينخسفان. قوي الخطأ كده دائما لا يخسفان ياكل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته دي حديث.
فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة. Namazın sünneti kaidesi bunda sözleş boğallıktan sözlüğen de durup. Kel hal fi salatil aydayn ve istisqa. Yani kıyas yaptım mı? Eid namazında istisqa kıyas kıttı. Ve za'ama ba'du men qala bi qawli ulaik أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام. Bazılar kinki cumhurlar da o sözler xalqlar o'tirdi endi gap taqalganlik uchun shu gapni to'g'rilab qo'yay deb udul kirib so'zlab qolgan. Lekin u namozning qoidasi deb unda deyishga bo'lmaydi. Lekin bunda ahvolda xalqni tazkir qilish uchun hammadan qo'rqin bosadigan bir dahshatli ahvol bo'lgan ekan. Shu chog'da xalqning dili sal eriydigan, o'limni eslaydigan vaqt bo'lgan ekan. So'zlab dilni eritib ve va'z qilsa ta'sirli bo'lishi mumkin. Yaxshi. Rasulullohning necha bo'l soatda o'g'il bo'ldi. Yana uni jiqroq deydigan yo'qmi? Abdullah at-Tahir deb qo'ydi. To'rtniki o'g'li. Rasulullohning farzandlarining sonini qo'ydi. Kichikroq ketgan. Sanatchilarning ismlarini bilamiz-ku. Va o'tganda birimiz shu 4 deb o'qiganda ismlar bor. Al-Qasim, İbrahim, Abdullah, At-Tahir deymi? Küçük hadizim bo'lgan bo'lsa, İbrahim, Mariyadim bo'lgan bo'lsa, 4. Deganmasa kichik to'yib ketdi. Bu musobaqada uni so'rab qo'ylar unda ma'lumotdan. Ayol-cho ayollar nechita? Masalan, bir vaqtda umrida bo'lgani 9 ya 10, 11 deyish mumkin. Lekin butun ayollar-cho, boshdan oyoq, butun hamma sansanlar. Yemin degandan boshqa 18 geydi da. Nikah qilib qo'yganlarni Masalan, ashuldan tasdiqlansa. Yaqinda. Zeynep chiqqan. Dedek onun sırtıdır. 18'in sırtıdır. أعوذ بالله منك dese الحقي بأهلك. Özde bi'azim الحقي بأهلك. Bir vaqtda ömrde bo'lgan 9 deb kelgan ba'zilar var. Ba'zi 11 deyishim mumkin. Lekin Rasululloh vafot bo'lgan chaqda 9 ayol topqagan. Unda butun og'a ayolni hisoblagan seri kitoblar var. 18 20 deb oshirib qo'ydi. Lekin jiqtamni. المسألة الخامسة واختلفوا في كسوف القمر. Mana kusuful qamar masalasi. Bunu namaz okumda okumamda. فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة. جماعتنا من دا كسوف الشمس أقيمها زبط. وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس أخشش. وبه قال أحمد وداود وجماعة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة. جماعة تبلش بنا نماز أخشوق. واستحب أن يصلي الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات النافلة. Yalğız özaldığa iki rekatında adet namazı okup koysa yaxşı, müstahab da qarab. Yani cemaati da okuşu yoktu. Ve sebep ihtilafihim fi mefhumi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem inne'ş-şemse vel-kamer ayatan min ayatillah la yenkhasifani yakin la yakhsifani li mevti ahadin ve la li hayatihi fe idâ ra'aytumuha fed'ullaha ve sallu hatta yukshefa ma bikum yakin yekşife ma bikum ve tasaddaqu. Kharacahu Bukhari ve Müslim. Bukhari Müslim'in emasmış yazdı. Lekin azraq taqva. Hem rivayette fa'dullah ve kebbiru ve tasaddaqu debba. Femen fehime hâhuna minel emri bis salati fîhima ma'nan vâhiden. Demek müşahede inne'ş-şemse vel-kamer dedi o. Vecil istişad, vecil delal müşahede. İkisi bu Allah Teala bendelerini korkutulgan bir ayet dedi. Bu bir ayet bu ayet. Demek bu tutulgandı mı? Oku, bu tutulgan oku demek. Ma'nan vahid yani müşahede illet ber, tahvif. Bu tahvif illeti bilen kelgan ekan. Ya tavrash, ba'zilqa judun buran qor bo'ronli deymiz, tsunami, tayfun buran qor bo'ron, bu buran degandek yer tavrash deymiz. Bu narsalar yanartaq. Bular Alloh taolaning qudratida bandilik aslib noqturgan, qo'rqitib turgan bir oyatlari deb qarasak, balki ma'siyatlar Allah'ın hukuku, bendilerinin hukuku qattiq tajovuz qilingan ahvollarda Allah Teala bunu patpat ko'rsatib turishi mumkin. Chiqroq. Shunga bunda ahvoldan bu qattiq dahshatli bir ahvol bo'lgan ekan, darhol yolg'iz bo'lsin, jamoat bo'lsin o'tirib, istig'for aytib,
Allah Teala'nın günahını tilab mağfiret kılınışını. Tekbir sürüp tesbih etip o'tirish kerak. Buxariyda qadimini afzal deb qul azat qilishni. Bunda avvalda kun tutilganida avvalda qul azat qilishga buyurganlik bor. Yani qul azat qilishmi bir xil Allah'a faziletli ibadatning birisi bo'lgan ekan. Shu ahvolda shu faziletli amalni qilish orqali Alloh taolaning g'azabiga uchirmaslik. Salomat o'tkazib olish maqsad. Adamlar hamida samiya davraşda mesela yaşarda mançı kalbağı var ya davraşan o bu dep bazı malumuz şu ya davraşını Allah'ın ki gazbe şu kavimlerden kavimde bazı arkadaşların nizamsızlığına ait hatta davraştıkları. Fenni sadiki alimlar bu Allah Teala'nın kudreti, Allah Teala'nın yaratış kelgen etraf qilmagan ekan. Bular odatdagi o'zim ko'z ko'ringan sababliga bog'laydi. Ya bu yer qatlamlarida menda bir o'zgarish bo'libdi, ya tavrab ketib qoldi. Bu hozir ya tavraydigan shu siziq umurtqisizligi mushitdi yoki davomli ya tavraydigan bir rayonti bu. Bunda o'zgarish bo'libdi, bunda tavrday deydi. Bu uning tushunchasi. Lekin amaliyotda bu ya tavrash shunda sabablar bilan bo'lsin yoki sababsiz bo'lsin, Alloh taolo xohlagan yerda tavritdi. Unda shu nimalar shunda bo'ron shivirgan shu tsunami deymiz o'g'ircha judundan da yomg'irliq shivirgan judun bo'lib keyin denizning suyini birlam bostirib keldi-ku, deniz tashqinimi? Ha. Zanda aholicha Amerikada bo'lib turdi, Indoneziyada bo'ldi, ya tavrash, Qiyanartaq, o'rmon o't ketish ahvollari. Uning ba'zi sabablari bo'ladi. Lekin sabablar orqali Alloh taolo shuni o'rinlashtirgan bo'lishi mumkin. Ba'zi sabatsizmi bo'ldi. Xuddi masalan, normalda qoida desak, odatda Alloh taolo shu dunyoda bir sababini qilib, tirishcha odamga rizq berdi deymiz-ku. Lekin u Alloh taolo rizq bersa, u tirishqanga undan emas. Tirishmagan yoki ashunda uning sababini qilmaganini ba'zi berdi. Tamam, ba'zi yo'lda ketib qolsa, uchrab qoladi masalan. Bu sababini qilib shuni izlab mangdimi? Jeqamda unda ishlar. Sababini qilmagan holdimi? Bo'lib qoladi. Ba'zi masalan tanishmagan yo esida qolmagan tuqqanlardan miras qolgan ahvol bor. Bu sababini qilganmi, sababini qilmagan. Dur kelib qoladi. Va gapmish hamda fanni olimning u yer qatlamining ta'sirida munda vaqtda munda kimyoviy o'zgarish bo'lib, andin mana sabab bo'lgan deb, yo bunda portlash sabab bo'lgan yo titrik sabab bo'lgan degani o'zimda bir sabab dunyosini faraz qilib qo'yganligida bor. Buna sababli bo'ldi deb bunlar deyiladi. Ba O'tganda tsunami bo'lganda albatta bu Indoneziyada musulmon oyati bo'lib, Taylanddagi sinchilik ayol bo'libdi, odatda bo'ladi. Zag'ul Najjar bu Alloh taolo endi Allohning chekchirisi dafsanni qilingan andayalda ko'p bo'lgan hodisa bu. Desa televizorchi unda sajab bu zina fahisha bunda Alloh taoloning hududi dafsanni qilish ishlar jiq bo'ldi Amerika Yevropa deb unda bo'lmay bunda musulmonlardan ancha vaqtda namoz o'qib turgan aya saqlanib qolgan yerda bo'libdi-ku. Oyat bo'lsin mumta degan javobiga u yerda bo'lmay, bu yerda bo'ldi deb kim debdi sizga? U yerda misha bo'lganning o'nasi bo'ladi. Amerikada, mesela Amerikada bo'lsin mumta deymiz-ku. Amerikada Yevropada bo'lsin mumta desa, Amerika Yevropada undan o'nasi bo'lib turadi. Bu ya tavrashni, bu munda kelkuni apti, u apti bu aptini Amerikada az bo'ldi, ma nimada ko'p bo'ldi deb kim debdi? Amerika ko'p bo'ladi shu. Nima uchun gunoh masalasi ko'p shu yerda. Unda naz ko'p bo'lgan, az bo'lganligini berimizda statistika chiqarib bakmaylimi deb statistika qancha chiqarib o'zi tayaqib elibkilikda Amerikada unda dolqin apti, nima aptidan unda 20-30 bo'lganda Katrina oldu, başka Virginia, bu da her xil ismda atıda. Unda baladan onun baş 20 olgan çağda, anda Indonesiya bir qıtım oldu. Tabi şehirden matkıp koydu televizörsen. Demeliyattan da buna şu Allah Teala'nın ki cezası ya ki korkutuşı. Tabi oyunda düşünüş gerek. Hadisteki ayet ucunda işaret var mı ya? Elbette. Emarna mutrafiha fefzaku fiha fedemmarnaha tedmira. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. Şu. Bunda ayetlecek. Yani hadislerde bu bir xil cezalaştırması. Demek bir şey bir ma'noni nima qildi? Namoz o'qishda tahvif, bu oyat Alloh taoloning tahvif qilmoqchi. Deb va sifatallati fa'ala fi kusufsamiz ra'a as-salat fiha jama'atan. Demek Rasululloh shu chaqda o'qigansa, unda kusuful qamardimi o'xshash bosh illat. Aya min ayatillah yukhawwifu biha Allohu ibadahu dedi dedim.
ومن فهم من ذلك معنى مختلفا لأنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه. كسوف القمر مو بوغان شنو كبترولق رسول الله جاب bunun كسوف القمر o'qimabdi ekan-ku, undan keyin o'qish yo'q deb turibsa dedi. Amaliyotda Rasululloh o'qimaganmi? قد ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر رواه الحاكم والبيهقي وصححه. Demek muallifninki lem yurva degine taza joyda emas, yani ruya bal qad varada, hatta sahih deb qaraldi. Qala al mafhum min zalika aqallu ma yantaliqu alayhi ismu salatin fi ash-shar'. Demek bu yerda Rasululloh namoz o'qimagan deganki namoz o'qishib qolsa eng aqalli darajadagi bir namozni o'qisa bo'ladi, nafl namoz. Sunnat degandan hozir nafl uchdimi? Kusuful qamarda. Wa kana qaidu hada yaqul yara يقول يرى كذا برسول صلاته يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع إلا أن يدل دليل على غير ذلك. يبقى نماز ديان نماز أقش ديان كيف قاسا أن تون درج كنماز متى نقل نماز ده شنو إلى برماز فقط الله مباشر بدليل قاسا وجادا عندن كشلغرا سنة واجب كفرتوق ده قرآن بوسم. فلما دل فعله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس على غير ذلك كسوف Şamsdan da nafl o'qimay bu sunnat namoz o'qigan ekan. Baqiyal mafhum fi kusufil qamar ala asli. Kusufil qamarda asla nafl altida qilib qilish kerak. Kusuf shams namoz sunnat edi, o'zi qilganlikdan. Rasululloh qilganligi sunnat bo'ldi. Kusufil qamarda Rasululloh qilmadidan hozir. Lam yurva deganga asosan qilmabdi bu, shu holat qilib qoldi. Va Shafi'i yahmilu fi'lahu fi kusufish shamsi bayanan limujmal ma amara bihi min as-salat fihima. Fasallu dediğo sözde. فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجِلِ الشَّمْسِ degende mesela buyruqni Rasululloh o'zi amal qilib ijro qilib berdi. Shunami? فَوَجَبَ الْوُقُوفُ عِنْدَ ذَلِكَ. Undan ki aşağı to'xtab qolamiz. Lekin qamarda unda ish yo'q. وزعم أبو عمر ابن عبد البر أنه روي عن ابن عباس وعثمان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي. İmam Şafii ma kusuful qamarda mında o'qiymiz degan to'g'ri. Mushabilardan qamar kusufi masalasida namoz o'qiganligi kusuful qamar o'qiganligi rivoyat qilingan deydi. Amaliyotda bu sahobalar rivoyat qilgan degan Rasululloh rivoyat qilmagan degandan keyin unda munda akagan dalil ma. Lekin Rasululloh oy tutilgan chaqda namoz o'qiganligi keldi. Lekin ma kitobda u hadisni ekanmagan. Nima gap tugabdi? Yani qamardimi kun tutilganda o'qigandek oy tutilganda namoz o'qish bormi yo'qmi? Bor. Buni ullik o'qiymiz, tamam, tugadi. Hamda vaqad istahabba qawmun as-salata liz-zalzala ya tavrashda bo'ron judun va zalama baqqab qorong'ulik bosib ketgan. Kechida o'qigan ekan. Birinchidan kecha namozining odati ullik bo'ldi. Ikkinchidan kusuful shamsga qiyos qilsa ullik deganni tarjih qildi. Ullik o'qiydi deb deyish mumkin. Chunki bu kecha namozi o'qildi. Qiyosan ala sa'ir salavatli. Kecha namozda odat ullik o'qish bor. Hatta farz namozdimi? Zalzala va rih va zulma va g'ayri zalika min al-ayat qiyasan ala kusufil qamar va shams. Boshqa qiyos qilib, mush ahvollarda namoz o'qiymiz debdi. Nima uchun desa qiyosning illitimi? Li'annaha aya min ayatillah yukhawwif biha Allahu ibadahu. Chunki Rasululloh o'zi ashan illatin dedi. Aya min ayatillah lit-takhwif deb. Wa huwa kawnu aya wa huwa min aqwa ajnas al-qiyas indahum. Illatga nas qo'ygan, aniq to'sib qo'ygan ahvoldagi qiyos eng aqval qiyosdir. Usul fiqhdagi moyalashgan qoida. Li'annahu qiyas al-illa allati nassa alayha. Demek bu yerda Rasululloh aniq belgilab qo'ygan illat bo'yicha qiyos qilishdan iborat. Lekin lam yara hada Malik va la Shafi'i va la jamoa min ahli al-ilm. Lekin buni jumhurlar deyiladi. Bunda o'qimasin bo'ldi, o'qish yo'q debdi. Va qala Abu Hanifa in salla liz-zalzalati faqad ahsana va illa fala haraj. O'qisa yaxshi debdi. Imom Ahmad mu Abu Hanifa bilan billah. Yani ya Tevrat'ıdır. Ya Tevrat'ıdır yani ayet tevriş mümkün. Bunda ahvalda namaz okusa yaxşı. Okumasın mayda çıkışı yok. Ve ruya an İbn Abbas ennehu salla laha misle salatil kusuf. İbn Abbas'ın ki şu ya Tevraş ya Buran çapqon aşında ahvallarda ya baqqab qorong'ulik bosib ketgan ahvallarda aşında salatil kusuf o'xshash o'qiganligi rivoyat qilinibdi.
Elbette kaçıp çıkış evzal. Çünkü kaçıp çıketmesiyle öğrenip çıkıp bakıp düşürgen gap. Çünkü onda çözülen vakitte sal hatırlayacağım rakta mı? Besiyonlaştıktan kurtulgan buldu hiç olmaz. Bu hem de akıllı hem de akılının tıkazzası. Wallahu a'lam.